Ya'ni jo'jani основной bo'yini o'stirishda nihoyatda bu narsani o'rni beqiyos. Oddiy makka bilan bug'doyda tashab qo'yilsa 6 oyda emas, 7 oyda ham kirmaydi. Olib kelasiz veterinaringizni shuni yordirasiz. Agar 7 ta vaksina qilinganligini aytadi, qilinmagan bo'lsa bular javob. Kelgan yo'l kirangizni ham to'laymiz. Agar Bismillahirrohmanirrohim mana bundan boshlaymiz. Qani? Sardor aka, nima u? Molga berganda tayyorlab qo'yibsiz buni. Olgan odam xudo xolasa haligi yaxshi katta qilsin. Maza qilib boqsin. Sud ichida ochiladimi? Sud ichida ochiladi mana. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazdirib beriladi, dastavkasi bor. Hech qanday bu ketini cho'qish, boshqa holat kuzatilmaydi. O'sha holat ancha kamayadi. 80% ga bo'lmaydi. Xonada hech qanday hid qolmaydi pastda ham. Vaksinani oddiy suvga qo'shib berib bo'lmaydi. Ko'pchilikka 5 yoki 6 oyda tuxumga kiradi desak, lofga o'xshab ko'rinadi. Baribir senlarda to'g'ring hech qanaqasiga 5 yoki 6 oyda tuxumga kirmaydi deyshadi. To'g'risi o'zimizning iqlimiga moslashgan, ya'ni issiqqa ham, sovuqqa ham va undan tashqari 1 yiliga 250 tagacha dedingizmi Sardor aka? 250 ta. 250 tagacha tuxum beradigan Andijon qora tovuqlari. O'sha mashhur Andijon qora tovuqlarini, jo'jalarini mana shu yerga kelganmiz. Sardor aka, hormang endi. Assalomu alaykum. Salomat bo'linglar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu plomba, yaqinroq ko'rsating. Plombasini ochyapsizmi? Endi qanday bu hamma narsa ham mehr muhabbatga bog'liq. Yaxshi narsa berilsa yaxshi katta bo'ladi. Endi gap unda ham emas, buni tartib qoidasi bor-da. Vaksinani oddiy suvga qo'shib berib bo'lmaydi. Dag'al bo'ladi. Shuning uchun distillangan oddiy shunaqa puliga qaramasdan mana shu suvga qo'shib beriladi. Endi mana vaksina. Qani vaksinani ham ko'raylikchi. Hozir qanaqa vaksinasi bu? Bu Gambro bu. Gambro. Gambro vaksinasi. Hozir jo'jalar mana shu narsalardan ichadi. Ha. Buni hozir tayyorlab beramiz-da. Vaksina Gambro. Qanaqa ochiladi? Xo'p. Buni bu nima? Qandayligiga Sardor aka? Bruselyoz kasalligi bor. Bruselyoz? To'g'rilarda ham uchraydimi bruselyoz? Albatta. Buni mana tartib qoidasi bor. Kimlar uchundir rosa foydali mana. Operator ko'rsating-da mana. Xo'p. Mana suvni ichida ochiladi bu. Suvni ichida ochiladimi? Suvni ichida ochiladi mana. Mana bunday shaklda ochiladi. Birinchi marta ko'rishim lekin. Har bitta vaksinani xuddi mana shu 1000 doza bu. Bu hozir 5000 ta jo'jaga moslangan. Xo'p, bu vaksinani o'zi 24 kunligida qilishimiz kerak edi. Xo'p. Lekin bilasam, men arzon sifatsiz vaksina ishlatmayman. Bu faqat zakazga keladi. Shuni hisobiga ozgina buyurtmamiz kechikib qoldi. Shuning uchun beriladigan kunidan bu 2 kun o'tib ketib qoldi. 2 kun, ya'ni 26-kunga to'g'ri kelyapti. Shunday. Hech qanaqa zarar yo'qmi? Yo'q. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deysiz har doim. Endi arzonini qilib yorsak ham bo'laveradi. Lekin bizga effekt berish kerak. Olgan odam maza qilish kerak. Ya'ni bitta kasallik deb masalan jo'jalar ko'pincha o'lib ketib qoladi. Shu bo'lsin, originali bo'lsin. 1-2 kun kech bo'lsa ham yaxshisidan qilsin. Ha. Mana tartib qoidani ko'ryapsizlarmi? O'shanga har doim aytaman, shu yerda nimaiki vaksina qilinadigan bo'lsak, iloji boricha chiqarishga harakat qilaman. Chunki sizlarga yetib borayotgan jo'jalar sog'lom bo'lsin. O'zingizni ko'zingiz bilan ko'ring, nima vaksina qilinyapti. Boshqa joydan olsangiz ham o'zingizni ko'zingiz bilan ko'ring. Nima qayerdan olishdan qat'iy nazar. Baribir sifatli narsa yaxshiroq-da. Albatta. Sardor aka, buni hozir bir shogirdga beraylik. Biz sekin obunachilarimizga jo'jalarni ko'rsataylik. To'xtatib turishsin-da, buni hozir qo'shiladigan narsalar bor. Davomiy qilib qo'shib beraveramiz mana. Ko'rsatib qo'yganimiz yaxshiroq-da. Albatta. Kimgadir bu foydali bo'ladi bu. Zo'r foydali bo'ladi agar. Vaksiyonni deb yozilibdi. Bizga hech qanaqa bundan doridan pul boshqa narsa berish. Yo'q, endi bu nima deydi? Bu reklama emas, lekin yaxshi sifatli vaksina ishlataman deganlar uchun bu life hack. Ularga ma'lumot. Ma'lumot o'rnida xolos bu. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Mana
tashladik, buni Masalan. keyin yig'ishtirib tashlanadi. Qo'lingga ehtiyot bo'lasan, o'sha qo'limni kesdi. Oxirgisi ana 5000 doza 60 litr suvga 5000 doza. Endi bizda soni ko'proq-da. Endi nima qilamiz? Endi bitta qo'shadigan mahsulotimiz bor. Bu nima? Bu Chicken Blue degan shunaqa rangli mahsulot bu. Ya'ni vaksina tushdi. Vaksinani 2 soat davomida zararsizlar, ya'ni haligi zararsiz emas u. Kuchi uchib ketmasligini qaysidir ma'noda ushlab turadi bu. Bu shunaqa mahsulot bu. 2 kun dedingizmi? 2 soat, 2 kun ikki dedim, soat. adashib ketibman. 2 soat. Endi buni mana aralashtiramiz. Mana. Keyin ko'k suv bo'ladi. Ha. Vaksinamiz tayyor mana. Vaksinamiz tayyor. Bundan oldin qanaqa vaksina qildirdingiz? Bundan oldin M5 vaksinasini qildirdik. M5 vaksinasi. M5. Ya'ni infeksionniy bronxit kasalligiga. Infeksionniy bronxit. Uni ham videosini qo'yib o'tib ketamiz. To'g'risi, o'tgan safar video qilganimizda ovoz yaxshi chiqmay qolibdi. O'shani hisobiga sizlarga qaytadan video qilyapmiz. Yana bitta narsa, o'tgan safargi gapingizni ham bitta olaylik. Ichkariga kiraylik. Bo'ldimi bu yer? Bo'ldi, tayyor. Ichkariga hozir jo'jalarni ko'rsataylik. beriladi. Qaysi biridan boshlaymiz, Sardor aka? Bismillahirrohmanirrohim. Mana bundan boshlaymiz. Qani? Mana ventilyatsiyalar ishlab turibdi. G'ing'illab ishlab turibdi ventilyatsiya. Ha. Necha kunlik bular, Sardor aka? Xudo xohlasa 26 kunlik bo'ldi. Bugun 27 kunlik, ha. 26-27 kunlik. Endi umumiy qilib aytganda. Bitta savol, o'tgan safar aytgansiz, mabodo yana o'ni ketdi. Ular hammasi makon. Hammasi makon. Hammasi, xudo xohlasa, hammasi. Endi 90% deymiz, aslida 90% xudo xohlasa yuqori chiqadi soni. Odamzodmiz baribir. Ha, endi adashib bo'ladi. Adashib bo'ladi. Bu yoqqa bu yoqqa bo'lishi mumkin. O'zingiz ajratmaysiz, buni professionallar ajratadi, shunday. To'g'ri. Hozir nimaga birinchi savol, nimaga bularni yarimi oq, yarimi sariq, 90% qora, qolgani oq sariq aralash? Xo'p, to'g'ri, yaxshi savol bo'ldi. Mana bu Andijon qorani. Xo'p. Ya'ni urug'lantirishda toza qoni hozir yo'q, buni topish juda ham mushkul. Shuni hisobiga qonni yangilash maqsadida boshqa zot qo'shiladi. Boshqa zot hisobiga xohlaysanmi yo'qmi, rangida sal o'zgarish bo'ladi. 10-15% bo'ladi. Chunki buni qonini yangilab turmasak, mahsuldorlik o'z-o'zidan tushadi. Misol bu o'zini, misol toza qonni o'zini grammi, vesi bo'ladi-ku, yetilganda. O'sha og'irlikdan ancha bu уже yengillab qoladi. Tushunarli. Endi bitta savol, yana bitta eng asosiy savol. Bizga ishonishlari uchun endi majbur emas, boshqa emas, lekin menga 1000 ta kerak, lekin men sizlarni masalan vaksina 9 ta yoki 7 ta vaksina qilganlaringga 7 ta qilinyaptimi? 7 ta vaksina 6 ta edi, yana bitta qo'shildi hozir. Yana bitta qo'shildi. Yana masalan 1000 ta olmoqchiman, lekin sizlarni vaksina qilganlaringga ishonmayman men desa, Xo'p. Mabodo. Xo'p. Kelib veterinari bilanmi, kim bilan kelib ko'rib olsa bo'ladimi? Xo'p. Kafolatini beramiz nimasiga? Kafolati 7 ta vaksina qilganligimizga, mana shu joyda sog'lom turganligiga, xudo xohlasa 90% dan kam emasligiga makonini. Endi uni ahamiyati yo'q. Nechta, misol kimdir 100 ta, 200 ta, 300 ta, balki 500 tadir kelib oladigan odamlarga tavsiyamiz o'zini haqiqiy mutaxassis, ya'ni mutaxassis deganda misol veterinarlar bor-ku, vet vrachlar. Buni ikki xil turi bor. Ya'ni parrandani veterinari va chorvaniki. Masalan, ko'p chorvani veterinarlari misol parrandani yaxshi tushunishmaydi. Yoki parrandaniki mutaxassisi chorvani sal tushunmaydi. Endi tushunmaydi deb bo'lmaydi-yu. Sohasi o'xshashi, lekin boshqa yo'nalishi. Biz misol kelishsin, mana o'zlarini mutaxassislari deylik, mana shu katak xohlaganlarini olib chiqsin, ushlab. O'zlari biz ushlab bermaymiz. O'zlari xohlaganini olib chiqib, shunday tashqariga olib chiqib, shunday o'rtasini yorishsin. Mana biz qilgan agar qilgan deylik 7 ta vaksinamizni shunday aytib berishadi.
Ha. yoki sog'lomligini shunday aytib berishadi agar haqiqiy mutaxassis bo'lsa. 100 ta oladimi, 200 ta oladimi, Farqi qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q uni. Kelishsin, mana bo'ldi mana, ruxsat bemalol kirib xohlaganini shunday olib chiqsin, o'rtasidan yorishsin, ko'rishsin, bo'ldi mana. Va o'zi veterinarlar juda yaxshi biladi. Ha, vaksina yo'g'ini, qilinganmi, ha. qilinmaganmi. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa garantiyani bilmayman, lekin hali beri eshitganim yo'q. Olib kelasiz veterinaringizni shuni yordirasiz. Agar 7 ta vaksina qilinganligini aytadi, qilinmagan bo'lsa bular javob. Kelgan yo'l kirangizni ham to'laymiz. Agar deylik ushlab chiqib yorishdi ham deylik. Hop. Yo'q. Bu aytgan gaplari to'g'ri kelmayapti deysa, agar uzoqroqdan qayerdan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, yo'l kirasigacha mana to'lab beraman. Ana, 7 ta vaksinani qilganligimizga men kafolatini beraman mana. kafolatni berasiz. Vaksinalarda arzon vaksina ishlatmaymiz. Aha. Men o'zim qilinayotgan vaksinalar hammasi zakazga keladi. Bu Zakazga. vetaptekalarda yo'q ko'p joyda. Aha. Faqat hammasi buyurtma asosida keladi. Zo'r. Narxi arzon emas. Narxi arzon emas. Arzon emas. Boshini aytib qo'ying, hozir 1 oyliklar necha pul sotilyapti? Xo'p, 7 ta vaksina qilinganligi 90% makoniga kafolatini berib, sog'lomligiga narxi 28 ming. Endi to'g'ri kimdir aytishi mumkin, anayda unday, manayda bunday. Agar yo'q, bizga arzoni kerak, o'shanaqa narxda deyishsa, zakaz qilishsin, o'sha pullariga yarasha qilib, o'sha haligi 2 ta 3 ta vaksinasini men ham qilib beraveraman. Arzon vaksinalardan foydalanib bemalol. Misol qayerdadir arzonroq ko'rishganmiz, undan ham arzon qilib beraveraman. Undan ham arzon qilib berasiz. Mana. Kafolati hamma yo'g'i ichida ketyapti sizlarga. Bo'lmasa narigi joyga ham kiraylik Sardor aka. Bitta bu yerda emas, bu yerda bitta ko'rib olinglar. Voy. Kallasini tiqyapti. Hozir tashqarida. Qaysi birini ko'rsatamiz endi Sardor aka? Hozir endi bundan kichikrog'i bor. Ha, bundan Shunisini kichikroq ko'rsatamiz endi. Narigi tomondayda. Bu tomonda. Bo'lmasa kutib turinglar, narigi tomondagini ko'rsatamiz sizlarga. Kelaveringlar bemalol. Ha, bu yoshlari, ya'ni kichik necha kunlik bular? Sardor aka? Xo'p, bunisi 15-kunga. 15-kunga. Endi 16dan hisob, 16dan kelgan 15dan hisobda chiqqani hisob. Ha, chiqqani hisob bo'ladi. Zo'r, hozir ventilyatsiyalari bu tomonda bitta ko'rsatib turing. Har doimgi aytganimiz mana ligrovka qilinadigan ventilyatsiyadan. Endi Jamshid yana bitta narsa, Hop. shu quradiganlar uchun ham ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. Masalan, ko'pchilikka mana u operator ko'rsatingda dimoxodlarni. Bu bekorga tepadan ochilmagan, yerdan mana sathqa borda, mana bu past bilan ko'rsatingda. Agar buni mana bu pastki qismidan ochib qo'yilsa, Aha. agar ventilyatsiyani qo'yishgan taqdirda ham shamollash holatlari ko'p bo'lishi mumkin. Sababi pastdan skvoznak bo'ladi-da. O'shaning uchun tepadan ochsa, mana bu ventilyator ichkaridagi havoni tortadi, bu yoqdan toza havo kiradi. Xonada hech qanday hid qolmaydi pastda ham. Bitta narsa yaxshi tomoni shamollash yoki boshqa holatlar bo'lmaydi. Tepadan ochilganda. Tepadan ochilgan. Shuning uchun tepadan ochilgan ventilyatsiyalar. Yana bitta ma'lumot o'rnida. Sardor aka bilsangiz, bu jo'jalar katta bo'lgandan keyin, o'sha tuxumga kirgandan keyin bir-birini ketini cho'qish kasalligiga uchraydi. U nimadan bo'ladi asosan? Ko'proq vitamindan. Xonani vitamin yetishmasligi bu bir. Ikkinchisi, masalan, mana xonada ventilyatsiya yo'q. Hop. Mana hamma joy yopiq-a? Aha. O'zidan xonani haroratida namlik yuqorilashib yoki gazlanish kuchayib ketib qoladi. Yoki yorug'likni yuqori bo'lib ketishidan ham bo'ladi. 3 ta omildan ko'proq kelib chiqadi. Shuni hisobiga tavsiya Asidi 2 degan vetaptekalar sotadigan bitta dori bor. Rossiyaniki Asidi 2. O'shandan har 5 kunda yoki 4 kunda 1 litr suvga yarim grammdan qo'shib berib tursa, o'sha holat ancha kamayadi. 80% ga bo'lmaydi. Meni o'zim bu shaxsiy tajriba, xuddi o'shanday qilaman, lekin misol mana matchni boqamiz, boshqa bo'ladi. U holat yo'q, bir-birini ketini cho'qib qo'yish. Lekin vitaminlardan vitamin O degani bor. O'shandan har 3 kunda 1 litr suvga 1 grammdan qo'shib berib tursin. Hech qanday bu ketini cho'qish, boshqa holat kuzatilmaydi. Ko'z yoshlanishi. Ko'zi yoshlanishi bu ko'proq shamollashdan kelib chiqadi. Unga ko'proq endi ko'zi yoshlanishiga
ko'p boqadiganlarga Vetaptekada Telazin degan antibiotik bor, Doksin degani bor, 1 litr suvga 1 grammdan qo'shishaveradi. Agar 100 ta yoki undan kamroq bo'lsa, misol aptekada endi 1 litr bo'ladi, ko'proqda. Endi u bo'lib sotilmaydi. Odam aptekadan azitromitsin bor. Azitromitsin antibiotik. Antibiotik. O'shandan 1 litr suvga uni azitromitsinda arzoni bor. Ya'ni bitta kassetada 10 taligi bor. O'shandan 1 litr suvga bitta, ya'ni tabletkani kukun shakliga keltirib, kegingacha ezib turib, dog' suvga yaxshilab aralashtirib berib tursa, 3 kun yoki 3 kundan 5 kungacha-da antibiotikning davri. Bo'ldi, hech qanday kasallik ham qolmaydi. Yaxshi. O'shaning uchun antibiotikni ham misol oralatib berib turishsa, profilaktika bo'ladi-da. Shunaqa holatlar kuzatilmaydi. Kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olib turgan yaxshiroq. Zo'r. Endi bitta narsa, siz o'tgan safargi videomizda ham aytganmiz, bu jo'jalar, ya'ni Andijon qora to'g'ri jo'jalari 5 yoki 6 oyda tuxumga kiradi desak, kimgadir ertak bo'lib ko'rinyapti. To'g'ri. Bu rostdan kiradimi yoki kimdir o'zida kirmagan bo'lsa, menda kirmadi-yu, nimaga senlar yolg'on gapiryapsizlar degan narsa bo'ladi. Bu yerda yolg'on yo'q. Bu hammasi aylanib kelib mana bu narsaga bog'liq. Ratsionga. Mana bu narsaga bog'liq. Bu aylanib kelib hammasi mana. Mana shu narsani to'g'ri, ya'ni bundagi energiya, misol protein, kaloriya degan narsalar to'g'ri hisoblangan, yaxshi oziqa berishsa 140 kunlikdan o'tib kiradi. Ya'ni tuxumga, xudo xohlasa. 5 oy ham demaganida, u to'g'rimi? 140 kunlikdan o'tib kiradi. Boring, ya'ni 5 oy bo'lsin, lekin olib borib turib uni oldiga oddiy makka bilan bug'doyda tashab qo'yilsa, 6 oyda emas, 7 oyda ham kirmaydi. Asosiysi ratsionga bog'liq. Asosiy bu yog'i, undan u yog'i qarovga bog'liq, tezroq tuxumga kirishi. Vitaminlarga, vitamin minerallarga ham o'rni bu yerda juda katta. Buni ichida endi vitamin minerali bor, makro mikro elementlar bor. Vitaminni endi ko'proq suv bilan qo'shib beriladi. Buni tayyor olib kelasizmi? Buni hozir buni ham alohida ko'rsatamiz, buni qanday tayyorlanishini. O'zingiz tayyorlaysizmi shu yerda? Albatta, buni o'zim tayyorlamayman, o'zim qayta ishlayapman buni. Yana ham chunki Jamshid bundoq, buni bekorga 1 oylik deyilmayapti. 1 kunlikdan 30 kunlikda oralig'idagi qarov nihoyatda katta ahamiyatga ega-da. Ko'pchilik 10 kunligini sotasizmi deb turganga, sotmay turganingizda ham mana shu ekanda sababi, to'g'rimi? Endi demoqchimanki, 1 kunlikdan 30 kunlikda orasiga yaxshi parvarish bo'lib, buni gavdasini ko'tarib, ya'ni kattalashtirib yuborilsa, o'sha qotib qolmaydi. Ko'proq 1 kunlikda 30 kunlik holati buni nihoyatda nozik davri bo'ladi. Shu nozik davrning ichida buni oziqasiga katta e'tibor berish kerak. Mana bu issiqlik, qilinadigan vaksinalar nihoyatda bu yerda o'rni bor-da. Misol bekordan bekorga bu o'zimizni qiynab, misol 7 ta vaksina qilmayapmiz. Vaksinatsiyadan bu professionalni o'tkazdiryapmiz. Sababi bu yerda endi misol har bir olgan odam kimdir Rossiyadan topib kelgan pulni tikyapti, kimdir o'sha halol topgan pulini, kimdir misol o'zidan oilasidan orttirib, endi qanchadir haligi iqtisod qilib oladi-da. Albatta, u kichkina pul emas. Shuning uchun olgan odamda shu xudo xolasa yashab ketish, katta yashab ketishligi katta ehtimoli baland bo'lishligi uchun bu yaxshi vaksinalar qilinyapti. Olgan odam xudo xolasa haligi yaxshi katta qilsin, maza qilib boqsin. Shuni hisobiga mana shu vaksinalar joy-joyida hamma narsasi o'zini standarti bo'yicha o'tyapti hozir bu. Haqiqiy o'zini 1 kunlikdan 30 kunlik jadvalimiz bor, o'sha jadval bo'yicha o'tyapti bu. Zo'r. Hech qanday o'zimiz bu narsani tiqib qo'yib turganimiz yoki bo'lmasa nimadir kamaytirib qo'yganimiz yo'q. O'sha jadvalda necha kunligida qanday vaksina ko'rsatilgan bo'lsa, o'shalarni hammasi o'z vaqtida joyida qilinyapti. Tushunarli, hamma narsa o'z o'rnida bo'lyapti. Zo'r. Buni ratsioni bo'yicha hozir nariyoqqa o'tib sizlarga ko'rsatamiz. Hozir aytib o'tilgandek, bular 10 kunligida yoki 20 kunligida sotilmaydi, faqat 1 oyligida. Narxini aytib o'tib ketdik. 28 ming so'm manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumanida. Har doim manzil deb aytmaymiz, esimizdan chiqib qoladi. Ammo butun O'zbekiston bo'ylab yetkazdirib beriladi, dastavkasi bor. U bo'lsa kelishilgan holatda buni narxiga aralashmaydi.
Yemini hozir bitta Bitta ko'rsataylik Sardor aka ko'rsatamiz, bo'lmasa. bo'ldi. Ketdik. Sardor aka nima u? Molga berganda tayyorlab qo'yibsiz buni. Endi mana Jamshid Hidi ham bor ekan buni. Buni- Nima hidi? yaxshi yemda o'zi hid bo'ladi. Hmm. Mana bu zavodni yemi. Hop. Mana bu mana. Bu zavodni yemi. Buni ichida 22 xil mahsulot bor. Hop. Endi men nima deydi bunga yana ham o'zgartirish kiritib, buni albatta haligi o'zimni o'zim emas, mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda ular buni ratsionni tuzib berishdi. Hozir mana bu narsa mana sarg'ayib turgani bu soya shiroti bu. Soya shiroti. Soya shiroti. Qimmat bo'ladi Sardor aka bu narsa. Albatta. Biz bekorga qimmat narsalardan foydalanamiz. Aha. Mana bu semichka shiroti. Hozir Hop. buni ko'rsataman-da, bu nima narsaligini. Endi ko'pchilikka Hop, hozir u. maydalanib aralashib ketib qoldi. Aha. Bu yoqdan ko'rsating-da, operator mana. Qani? Aradan ko'raylikchi. Mana bu Argentinaning soya shiroti mana. O mollarga ham zo'r Mana. ketadi bu. Mana bu toza Argentina soya shiroti bu. Shuni soya shirotni olayotganlarga ham bu bitta nima desam bo'ladi? Tavsiya. Tavsiya, mana shu rangini ko'rib oling. Buni qizg'intirish emas. Argentinani toza soya shirotidan beraman deydigan xohlang chorva, xohlang parranda. Mana shu haqiqiy Proteini tozasi aytganidek bo'ladi. chiqadi. 48 48 mi? 48 protein. Endi mana bunisi mana semichka shirot, bu Qozog'istonniki bu. Aha. Mana bular yog' bo'ladi. Mana. Buni o'z-o'zidan bu holatida biz bermaymiz. Mana bu drabilkada, Altimur drabilkasi ekan. Altimur drabilkasida. Aha. Lekin yaxshi drabilka ekan. Bu ham? Yoqda endi misol bu men u bolalarni tanimayman ham. Lekin shu drabilka qidirib yurganlarga tavsiya, yaxshi drabilka ekan. Menga yoqdi. Like drabilkasi. Like bosib qo'yasizlar shu. Endi bu qanaqa bo'ladi? Aha. Mana bu ushlab turjam işte. Hop. Bundoq qilaylik-da buni mana. Tagidan mana hech narsa qo'shilmagani mana bu. Endi Ya'ni bu yerda o'zingiz aralashtirasiz. aralashtiramiz. Hozir hajmlarni ham aytib o'tib ketaman. Mana. Mana holati. O'zgarganini ko'rishlaring mumkin. Endi kamerada qanday ko'rinyapti bilmadim, lekin yaxshigina o'zgarish bor. Bunisi o'zi rangi qora edi. Buniki oqimtirroq. Lekin mana bu ham zavodni yemi o'zi, asli. Asli o'z zavod. Bu ham zavod yemi bu. Lekin bu zavod yemiga, ya'ni 100 kilogrammiga 7 kilo soya shirot, 10 kilogram semichka shirot. O'sha eng yaxshisidan, oliy navlisidan. 1 kilogram mana bu narsa mana oqarib turgan bu monokalsiy bu. Ya'ni jo'jani основной bo'yini o'stirishda nihoyatda bu narsani o'rni beqiyos. Monokalsiyni? Kalsiy chunki suyagidagi buzishga, suyagidagi qanaqadir kamchiliklarni mana shu narsa. Endi kalsiyda o'zini o'z nomi bilan kalsiy. Endi buni tarkibida 100 gram premix bor. Endi u ko'rinmaydi. Mana shu narsalarni umumiy jamlanmasi endi mana bunday holatda tayyorlab buni endi beramiz mana. Usilinni variantida bo'larkanda bemalol. Endi mana shu narsani ko'taradi-da. Chunki aytayapman-ku, buni hech qanday ziyoni yo'q. Masalan, bir haligi o'zini me'yordan oshiq kuchaytirilgan narsa bermayapmiz. Faqat o'zini talabidan kelib chiqib, ya'ni mana shu jo'jaga qanaqa kaloriyasi, bundan oladigan minerali, bundan oladigan energiya, protein, hamma narsasi bor. O'zini me'yorida, me'yordan oshiq emas. Mana shu narsa bilan endi mana boqyapmiz. Buni endi narxi hozirgi holatga endi deyarli 10 ming so'mga aylanib qoldi bu. 1 kilosi? 1 kilosi 10 ming so'mga aylanib qoldi bu. Endi kimgadir misol haligi solishtirib boshqa qiladiganlarga-da endi kimdir baribir xohlaysanmi yo'qmi, kimdir baribir kirib buncha unday bunday deb yozadiganlar uchun bitta boqib ko'rishsin mana shu usulda. Agar kimgadir bu hozir
narxi baland tuyulayotgan bo'lsa, mana shu usulda bitta boqib ko'rishsin. Keyin bilishadi. Professional vaksinatsiyada o'tkazishsin. Haqiqiy misol gollandskiy vaksinani urishsin, ikkita ukolini urishsin. Mana bunday narxi 10 ming so'mlik oziqadan berib ko'rishsin. Bir oyga qani asli buni narxini ko'tarish kerak. Lekin hozir hisoblaydigan bo'lsam, asli buni narxini ko'tarishim kerak. Lekin baribir xalqni o'ylab, endi mayli, haligi biz endi ko'p boqamiz, mayli, ozroq bo'lsa ham, baribir hammamizniki ham tirikchilik. Albatta. Endi ko'pdan oz bo'lsa ham bizga yetadi, Xudoga shukr. Muhimi maqsad klientga ishlash. Oladigan odam shu bu yaxshi katta qilsin, iloji boricha shu nesnobud bo'lmasin deb turib, misol 100 ga 100 katta bo'lsin deb turib harakat qilib yotibmiz mana. Zo'r, gap yo'q. Shuncha narsaga akalar, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa, shunaqangi jo'ja haqida videolarni doimo chiqarishda davom etamiz. Va like bosishni ham esdan chiqarmanglar. Endi yana bitta narsani ko'rsatib qo'yaylik. Boyagida tayyorlagan vaksinamizni buni ichayotganida bitta endi ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir u yoqqa o'tib ichayotganini ko'rsatamiz. Ana idishlar ham qorayib qolibdi. Mana ko'rsating. Bu yoqda. Mana bittasi. Voy. Bir pasda mana sizlarga video qilganimizcha vaksinani ham quyib qo'yishibdi. Bu yoqqa vaksina mana hammasini ko'rsatsalang bo'ladi, hammasi talashib, tortishib, suv o'rnida, suv ketganda ketarganda. Endi buni oxirgi vaksinasi qoldi, Jamshid. Xo'p. Endi ukoli qoldi buni. Ukoli qoldi. H5N1 plus H9N2 degan ukoli bor. Shunisini qilamiz, yakunlaymiz. Xudo xolasa buni egalariga keyin Xudo xolasa topshirib beramiz. Topshirib beramiz. Zo'r. Agar videomiz qanaqadir uzun bo'lib ketgan bo'lsa, shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, ko'rdim deb yozib qo'yinglar, erinmasdan vaqtlaringni ketkazgan bo'lsalaring. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamda aytib o'tganimizdek bemalol telefon qilib oringlar, Xudo xolasa aloqada bo'lishadi, yetkazib ishlaringizni bitirib beradi. Jo'ja olishda adashmang, Xudo xolasa.